qilgan gunohlarimga baribir do'zaxga kirsam kerak deydi. Menga qilgan gunohlarim ko'p deydi. Birodar, sizni ko'pingiz bilan Alloh taoloning ko'pini orasida ancha narsa bor. Siz uchun ko'p bo'lgan narsa Alloh uchun qadrsiz. Misol aytaman. Dunyoda 8 milliardga yaqin odam bor. Alloh taolo aytayapti, 8 milliard odamning xohishlari bor-ku mana. Hozirdan to vafot etguningizgacha niyatlaringiz bor-ku, orzularingiz. Bitta mashina emas, 100 ta mashina. Bitta uy emas, 1000 ta uy. Bir so'm emas, minglab xayolingizga kelgan narsalar. Siz aniq unga yetisha olmaysiz, lekin xayolingizga katta narsalar kelyapti. Alloh taolo aytadi, 8 milliard odamning xayolida yetishib bo'lmas orzularini hammasini bersam. Siz bitta, ikkita, 10 ta uy niyat qilyapsiz. Alloh o'sha 10 ta uy emas, 1000 ta uy bersa. Shunaqa holatda sizni xohishlaringizni bajarsa, siz uchun u ko'p endi. 1000 ta uyi bor odam endi unga juda ko'p uy bor degan. Sanog'ini bilmaydi, qayerdaligini ham bilmasa kerak agar 1000 ta uy bor odamlar. Hatto o'zining uylarini manzillariga adashsa kerak. Alloh taolo nima deyapti? Mana shu hamma butun dunyodagi tirik insonlarning hammasini xohishlarini bajarsam, meni mulkimdan nima kamaytiradi? Katta dengizga safar qilganlar biladi. Katta dengizdan bitta ignani uchini botirib olgancha suvni ham kamaytira olmaydi deydi Alloh taolo. Dengizda bitta ignani uchini shunday botirib, shunday olsangiz, dengizni suvdan kamayganligi bilinadimi? Yo'q. Lekin u narsa bor-ku, 8 milliardta odamning hamma ehtiyojlari ular uchun sanalmas